Har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti avvalo insonlarning mehnatga munosabati, mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish va o'z tashabbuslarini ro'yobga chiqarish bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi faolligini oshirish, ularning salohiyatlarini yuzaga chiqarish va munosib mehnat qilishi uchun sharoit yaratish bugungi kunning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Kasb-hunar inson uchun nafaqat daromad manbai, balki o'z imkoniyatlarini namoyon etish, tajriba orttirish va kelajakdagi maqsadlarni belgilash vositasi hamdir. Shu jihatdan hududlarda tashkil etilayotgan o'quvlar, amaliy loyihalar hamda yangi ish o'rinlari xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bozor tumanida ham bu borada muayyan tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Tadbirkor ayol uyushmasining tuman hududiy bo'limi tomonidan xotin-qizlarni kasbga yo'naltirish va ularning bandigiga ko'maklash maqsadida ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yildi. Natijada 20 nafar xotin-qiz uchun doimiy mehnat qilish imkoniyati yaratildi. 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelyapman. Mana shu yillar davomida juda ko'plab xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qildik. Ularni tadbirkorlik sohasidagi bilim ko'nikmalarini oshirishda, tadbirkor ayollar safini kengaytirishda anchagina ishlarni amalga oshirib kelyapti tashkilotimiz. Bir necha bor Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondini grant tanlovlarida ishtirok etib, grant g'olibasi bo'lishga muvaffaq bo'lganmiz. Mana shu 7 marta g'olib bo'lgan bo'lsak, mana shu 7 martadagi loyihamiz ham hammasi bir-biriga o'xshamagan tadbirkorlik yo'nalishini har xil sohasidagi loyihalar edi. Qaysidir biri qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qaysidir biri oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish. Mana oxirgi yozgan grant loyihamiz tumanimizning eng chekka hududida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, ularning ish bandligiga ko'maklashish loyihasi edi. Mana shu loyiha asosida G'uzor tumanimizni Eshonquduq mahallasida, eng chekka qishlog'imizda u yerdagi xotin-qizlarni ish bandligini ta'minlash bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil qildik. Ishlab chiqarish sexlarida ularni kerakli uskunalar, tikuv mashinkalari bilan ta'minlab, o'sha yerda kichkinagina mo'jazgina bir sexda faoliyatini yo'lga qo'yib berdi. Prezidentimizning bir yaxshi iboralari bor. Hozirgi kunda siz aholiga tayyor baliq bermang, ularga qarmoq bering, toki o'zlari mehnat qilib baliqni tutsinlar, o'zlari mehnat qilib daromad qilishni o'rgansinlar deganlariga o'xshab, biz hozir faqatgina kasb-hunar o'rgatish bilan cheklanib qolmayapmiz. Hozirgi kunda biz tadbirkorlik biznes asoslari kursini o'rgatyapmiz. Xotin-qizlarimizni nazariy jihatdan bilim ko'nikmalarini oshiryapmiz. Chunki amaliy jihatda qush uyasida ko'rganini qiladi deb, masalan, onasi tikuvchi bo'lsa, qiz ham o'shanga qarab yo'nalib ketaveradi. Lekin bu tadbirkorlikni rivojlantiradi, ertaga zo'r tadbirkor bo'lib chiqadi degani emas. U tadbirkorlik sirlarini nazariy jihatdan o'rganish kerak. Qanday tadbirkor bo'lsagina u rivojlanib keta oladi yoki lider tadbirkor ayollar safiga kiradi. U qanday mahsulotini eksport qiladi, qanday reklama qiladi. Yoki bo'lmasa, hozir bilasiz, bizda tadbirkorlikni rivojlantirishda juda katta ahamiyat kasb etyapti onlayn tarzda ishlash. Onlayn biznes yo'naltirish yoki onlayn reklamalardan foydalanish, ishlab chiqargan mahsulotni savdosini, xaridini yo'lga qo'yish uni. Hozirgi kunda ko'rasiz, tadbirkorlar juda rivojlanib ketyapti. O'sha uchun biz shu narsalarni hisobga olgan holda viloyatimiz bo'yicha men o'rnak kelganda aytib o'tishimga to'g'ri keladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi asosida Hamroh kompaniyasi bilan hamkorlikda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash loyihasi ustida ham yaxshigina ishlar olib boryapmiz. Hozir viloyatimiz bo'ylab juda ko'plab tadbirkor ayollarni nazariy bilimlarini oshirishda, tajribali tadbirkorlarni hayotiy tajribasini o'rgatishda, qayergadir oqsab qolganda, qanaqadir bir muammoga duch kelganda ularni o'sha vaziyatdan qanday chiqib ketish yo'llarini o'rgatish kabi loyihadagi darslarimiz bilan ko'mak beryapmiz. Bu albatta juda ham hozir yurtimizda ayollar tadbirkorni qo'llab-quvvatlashni bildiradi. Ularga e'tibor
juda kattaligini bildiradi. Juda katta imkoniyatlar yaratilayotganligini bildiradi. Biz juda xursandmiz. Ayollar tadbirkorligi hozir davlatimizda muhtaram prezidentimizning e'tiborlari, o'qishini xotin-qizlarga bo'lgan yordam ko'rsatish yo'nalishlari, mana shu tizimda yo'lga qo'yayotganliklari biz ayollarni juda ham xursand qilyapti. Chunki mana shu tizim, mana shu nima orqali hozir ayollarimiz juda katta imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Mana shu loyihamizdagi o'qigan ayollarimiz imtiyozli kreditlar olyapti. Grant loyihalariga ega bo'lishyapti. Bu bizga beriladigan juda katta ishonch avvalambor. Biz qilayotgan ishimizga juda katta e'tibor, e'tirof, ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularga kerakli shart-sharoitlarni yaratish. Biz bundan albatta juda ham minnatdormiz. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Ayollarimiz doim mana shunday jamiyatimizni integratsiyalashuvdagi rivojiga ilohim yana ham barkamollik bo'lsin. Biz juda xursand bo'lamiz ayollar faqat oila tashvishi bilan emas, balki jamiyatda o'z o'rnimizni topayapmiz. Iqtisodiy sohasida, ijtimoiy sohasida, qolaversa hozir ayollarimiz siyosiy sohalarda ham juda katta o'ringa ega bo'lishyapti. Bu bizni albatta quvontiradi. Korxonadagi ish jarayoni tikuvchilik yo'nalishlarida tashkil etilgan. Bu yerda bir tomondan buyurtmalar asosida mahsulotlar tayyorlanayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ishga qabul qilingan xotin-qizlarning kasbiy mahoratini oshirishga ham e'tibor qaratilmoqda. Tikuvchilikda sifatli natijaga erishish aniqlik, did va tajribani talab qiladi. Mato tanlashdan tortib bichish, o'lcham olish, tikuv jarayonlarini to'g'ri bajarish hamda tayyor mahsulotga yakuniy ishlov berishgacha bo'lgan har bir bosqichning o'z talablari bor. Shu bois bu yerda mehnat qilayotgan ayollarning kasbiy bilimlarini amaliyot orqali mustahkamlash maqsad qilingan. Buning uchun Namangan viloyatidan tajribali mutaxassis jalb etilgan. U xotin-qizlarga tikuvchilikning o'ziga xos jihatlarini puxta o'rgatib, ishlab chiqarish davomida zarur tavsiyalar berib bormoqda. Mashg'ulotlar nazariy tushunchalardan ko'ra bevosita amaliy jarayon bilan uyg'un olib borilayotgani esa yangi ko'nikmalarni tezroq o'zlashtirish imkonini bermoqda. Shu tariqa tikuv mashinasi qarshisidagi har bir ish kuni ular uchun nafaqat mehnat, balki tajriba to'plash va mahoratni oshirish jarayoniga ham aylanmoqda. Xotin-qizlarni mavjud imkoniyatlarga yo'naltirishda mahalla tizimining ham o'ziga xos o'rni bor. Chunki hududdagi oilalarning sharoiti, bandlikka ehtiyoji, kasb-hunari va qiziqishlarini mahalladagi mas'ullar yaqindan biladi. Buyuk Karvon yo'li mahallamizda 3300 nafar aholi istiqomat qiladi. Shulardan 1700 nafarni xotin-qizlar tashkil etadi. Bu yilgi ayollar daftarimizga mana shu yerda hozir ishsiz xotin-qizlardan 51 nafari kiritilgan. Asosan 36 nafar hozirda ishsiz xotin-qizlarimiz bor. Mana yil boshidan mana shu hozir 6 oy davomida xotin-qizlarimizni har xil yo'nalishlarda ish bilan bandligini ta'minlayapmiz. Asosan tadbirkorlik yo'nalishida o'z faoliyatlarini boshlayapti. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan bir qancha qulayliklar, imkoniyatlar yaratilyapti. Ular o'sha oilasiga qo'shimcha daromad keltirish uchun, o'zlarining oilasini farovonligi uchun ishlab, mehnat qilib, daromad keltirib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, o'zlarini ish bilan band qilishyapti. Hozirgi kunda 20 dan ortiq xotin-qizlarimiz o'zini o'zi band qildi. 15 nafardan ortiqlari tadbirkorlik yo'nalishida o'zlarini faoliyatini boshladilar. Mana shu mahallamizda tadbirkor ayol uyushmasi rahbari Zulxumor opa bugungi kunda mana hozir 20 nafardan ortiq xotin-qizlarni mana shu mahallamiz hududida istiqomat qilayotgan, ehtiyojmand, og'ir turmush sharoitida yashayotgan ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlash hamda ularning oilasiga qo'shimcha daromad olib kelish maqsadida Zulxumor opamiz tashabbusi bilan tikuv sexi ochildi hamda mana shu 20 nafar xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlandi. Ular hozir mana ish bilan band bo'lishdi. Bu ham bo'lsa hozir mahallamizdagi shu ishsiz xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilib, ularni kasbga yo'naltirib, har xil yo'nalishlarda o'qitib, farovon hayot kechirishlari uchun munosib hissa qo'shib kelmoqda. Kelgusidagi rejalarimiz asosan mana shu kambag'al oilada istiqomat qilayotgan xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitib, mana shu tadbirkorlik yo'nalishlarida yana kengaytirib, ularni bandligini ta'minlab, kelgusida mahallamizni ishsiz xotin-qizlardan xoli hududga aylantiramiz. Mehnat maydoniga kirib kelayotgan har bir xotin-qizning o'z hayot yo'li, tajribasi va maqsadi bor. Kimdir ilgari ma'lum bir hunarlarni egallagan bo'lsa-da, uni doimiy faoliyatga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lmagan.
Yana kimdir kasbiy mahoratini rivojlantirib, kelgusida mustaqil tadbirkorlik bilan shug'ullanishni istaydi. Bu yerda faoliyat boshlagan Nodira Annayeva ham avval tikuvchilik bilan uy sharoitida shug'ullangan. Buyurtma bo'lsa kiyim-kechak tikib o'z imkoniyati doirasida mehnat qilgan, ammo uning doimiy ish joyi bo'lmagan. Bugun esa vaziyat u ishlab chiqarish muhitida faoliyat olib borish bilan bir qatorda tajribali mutaxassisdan kasbning yangi jihatlarini o'rganmoqda. Eng muhimi, orttirayotgan bilim va ko'nikmalarni kelajakdagi rejalari bilan bog'lamoqda. Uyga mustaqil zakazlarga qarab ish qilardim. Turli xil har xil ko'ylak, kurpacha, har xil narsa pardalar tikardim. Tadbirkor ayollar uyushmasi tomonidan Zulqumor opam sex ochdilar mahallamizga. Shunga ishga qabul qilindim. Ish jarayonlarini boshlab oldik. Har xil kiyim-kechaklarni tikib chiqaryapmiz. O'zimiz bilmagan sir-sinoatlarni mukammal o'rganayapmiz. Bu yerda men o'zim bilmagan nimadir sir-sinoatlarni mutaxassislar tomonidan mukammal o'rganib, kelgusida o'zim ham mana shunday mustaqil tadbirkorligimni yo'lga qo'ymoqchiman. O'tgan davr davomida tumandagi xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning biznes yuritishi bo'yicha bilimlarini oshirish, kasb-hunar o'rgatish hamda turli tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar izchil amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, oilaviy tadbirkorlik, tomorqadan samarali foydalanish, aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlarning ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar grant tanlovlarda g'olib bo'lgan. Men juda mamnuniyat bilan aytaman, hozirgi kunda ayollarimizda jamiyatga hissa qo'shadigan ishtiyoqi, ulardagi harakat, ulardagi jazm, shijoat kundan kunga ortib boryapti, oshib boryapti. Hozir har bir xonadonga kiring, kichkinagina o'zlarini daromad keltiradigan bizneslari bor yoki bir daromad beradigan tadbirkorliklari bor. Bu albatta ertangi kunda oilalarimizni, xalqimizni farovonligidan darak beradi. Bu farovonlik erta yurtimizni farovonligiga olib keladi. Xalqimizni turmush darajasini yaxshilanishiga olib keladi. Agar mana shu yo'nalishda, mana shu islohotlarda, yangi O'zbekistonda yangi qurilishlar, yangi barkamolliklar qanchalik ko'paysa biz shuncha xursandmiz. O'sha sohaga, o'sha rivojlanishga biz qanchalik o'z hissamizni qo'shsak, bizdan baxtli inson yo'q. O'sha uchun bir kichikgina o'zimizni oilaviy korxonamizda ham faoliyatini yuritib boryapmiz. Bu albatta nodavlat tashkilotimning faoliyatiga qo'shimcha o'zimni tadbirkorlik sohasidagi bilimimni, tajribalarimni orttirish bo'yicha shug'ullanadigan tadbirkorlik sohamiz. Uy sharoitida hozirgi kunda kurka yetishtirishni yo'lga qo'yganmiz. Qayerda dars o'tishga bormaylik, qayerda bir davra suhbatlari o'tkazmaylik yoki seminar treninglar o'tkazmaylik, biz albatta bu narsani targ'ib qilyapmiz. Chunki ayol kishi, ayniqsa bizning G'uzor tumanimizda qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlikka ayollar ko'proq qiziqadi. Chorvachilik bilan shug'ullanishga yoki bo'lmasa parrandachilik bilan shug'ullanishga. Mana bizda hozir juda yaxshi yo'lga qo'yilyapti qo'ziqorin yetishtirish uy sharoitida. Mana shunday yo'nalishlarga ham biz katta e'tibor beryapmiz. Biz tadbirkor ayollarga yaratayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda mahallamizda ishsiz yurgan xotin-qizlarni ish bandligini ta'minlash maqsadida hozir 20 o'rinli tikuvchilik ishlab chiqarish korxonasini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Bundan biz albatta juda xursandmiz. Bu ishlab chiqarish korxonasini yo'lga qo'yishni o'zi bo'lmas ekan, bu sohada tajribamiz ozroq kamlik qiladi albatta, chunki biz juda ko'pchilik sohalarda mana shu ishlab chiqarishda vodiydagi mutaxassislarni ishlarini biz namuna qilib olishga harakat qilamiz. Chunki bizda Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarida ishlab chiqarish korxonalari bizga nisbatan anchagina rivojlangan. Shuning uchun biz mana bu korxonamizning ertangi rivojini ko'zlagan maqsadda yaxshi niyatlar bilan Namangan shahridan juda katta tajribaga ega bo'lgan master yigitni olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Juda katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassis yigitimizni olib kelishga
muvaffaq bo'ldik. Zohidjon Tursunboyev deydi. Bu yigitimizga men o'rni kelganda juda katta minnatdorchilik bildiraman. Chunki o'zi bilgan har bir detallarni, har bir o'sha tikuvchilik, ishlab chiqarishdagi sir asrorni mana bugun hozir bizning mahallamizda xotin-qizlarga o'rgatyapti. Bilasiz, ishlab chiqarish jarayoni ozgina sifatni, ozgina tezlikni, ozgina qobiliyatlilikni talab qiladi. O'sha uchun juda chiroyli hozir master klass o'tayapti. Juda katta tajribalarini o'rgatishga ish olib boryapti. Hozirgi kunda mana mahallamizda 20 ta xotin-qizimiz ish o'rniga ega bo'lyapti. Bu biz uchun juda katta quvonch. Chunki mahallamiz xursand, elimiz xursand. Mana shu yerda 20 ta xotin-qiz ozgina daromadga ega bo'lsa, biz o'ylaymizki 20 ta xonadonga yordam berdik. 20 ta xonadonni daromadiga daromad qo'shdik. Men juda xohlardim mana shu bugun shuni ishlab chiqarish korxonasiga qo'l urgan bo'lsak, 20 ta ishchi o'rin yaratgan bo'lsak, kelgusida nasib bo'lsa 200 taga yetkazishni niyat qilgan bo'lardik. Hozir o'sha maqsadda ish boshlaganmiz. Bu ishimizni rivojlantiramiz, ishlab chiqarish korxonamizni kengaytiramiz, albatta ishchi o'rinlarini ko'paytiramiz. Niyatlarimiz juda katta. Asosiy maqsadimiz mana shu kecha kunduzgi imkoniyatlardan unumli foydalanish. Bugun hududlarda bandlik masalasiga faqat mavjud bo'lgan mahsulotlar va hunarni yanada puxta egallashga harakat qilayotgan ayollar, bularning barchasi bandlikdan boshlangan yo'l kelgusida mustaqil faoliyat va tadbirkorlik sari davom etishi mumkinligini ko'rsatmoqda.